Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun e'tiboringizga FAV Tiger V benzovozini taqdim etamiz. Ushbu benzovozimiz 7 kub metrli bo'lib, ko'p funksiyalarga ega. Hozir birgalikda hamma funksiyalarini tanishib chiqamiz. Xo'sh, bu maxsus texnikamiz kimlar uchun mos? FAV Tiger V bu avtotransport vositasi asosan yoqilg'i tashish va ta'minot korxonalari, qishloq xo'jaliklari, qurilish, logistika hamda sanoat kompaniyalari uchun mos. U 7 kub metr sig'imli yoqilg'i sisterna bilan jihozlangan bo'lib, shu hajm ko'pchilik mijozlar uchun eng universal tanlov hisoblanadi. Bunday mashinalar dehqon xo'jaliklarida, yo'l qurilish obyektlarida yoki transport kompaniyalarida kuniga bir necha marotaba ishlaydi. Shuning uchun ishonchlilik bu yerda birinchi o'rinda. FAV Tiger V avtofurgonlarimizda 3 yil yoki 150 ming kilometr masofagacha bo'lgan garantiyasi mavjud. Keling, endi avtomobilni shassi qismini batafsil ko'rib chiqamiz. FAV Tiger V bu to'g'ri 2 g'ildirakli sxema bilan jihozlangan. O'rta yuk toifasidagi avtomobil. Gabaritlari: uning uzunligi 7140-50 mm, eni 2300 mm, balandligi esa 3250 mm. G'ildiraklar orasidagi masofa 3900 mm. Bu esa barqarorlik va yaxshi boshqaruvni ta'minlaydi. Dvigatel Yuchay 4 silindrli dizel 130 ot kuchi bilan. Oddiy til bilan aytganda bu dvigatel quvvat va tejamkorlik orasida ideal muvozanatni ushlab turadi. Yoqilg'i sarfi 17 litr 100 km masofaga. Bu esa unga uzoq masofalarga ishlashda afzallik beradi. Bakni obyomi 100 litr. Transmissiya 6 pog'onali, mexanika. Tormoz tizimi barabarli va pnevmatik ABS bilan ta'minlangan. Ya'ni favqulodda holatda tormoz bosilganda g'ildiraklar qotib qolmaydi. Mashina sirpanmaydi. Shinalar 7 ta old, 10 ta orqa reserli o'sma tizim bilan yumshoq harakatni ta'minlaydi. Endi benzovozimizning orqa tomonida joylashgan sisternasi haqida batafsil tushuntirib o'tamiz. Endi eng qiziqarli qismi. Orqa tomonda joylashgan yoqilg'i sisternaga o'tamiz. Bu 7 kub metr sig'imga ega ellik shakldagi po'lat sisterna. Qalinligi 4 mm bo'lgan mustahkam po'latdan ishlab chiqilgan. Tushunarli til bilan aytganda, bu tank deyarli har qanday yoqilg'i turini tashish uchun mos. Benzin, dizel, kerosin va boshqalar. Ichkarida yoqilg'ini bo'limlarga ajratish mumkin. Bu har xil markadagi yoqilg'ilarni bir vaqtda tashishga imkon beradi. Nasos tizimi va yoqilg'i berish qurilmasi maxsus texnologik shkafda joylashgan, ya'ni operator uchun xavfsiz va qulay. Bundan tashqari, sisterna ustida havoni chiqarish klapanlari, daraja o'lchovchi ko'rsatkichlar hamda portlashga qarshi himoya elementlari bor. Ko'p maxsus texnikalarda yo'q narsa bu oldi va orqa kameralar. Kabina haqida tushuntirib o'tamiz. Kabina esa FAVning Tiger V seriyasiga xos formatda 3 o'rinli bitta yotoq joyi bilan jihozlangan. Ichkarida konditsioner, markaziy qulf, elektr oyna ko'taruvchilar, multimedia sistemasi, LCD monitor va 4 ta kamera. Hatto haydovchi pnevma sideniyasi ham mavjud. Bu detallar uzoq yo'lda ishlaydigan haydovchi uchun katta farq yaratadi. Kamroq charchash, ko'proq nazorat va qulaylik. Ushbu FAV Tiger V benzovozimizga 3 yil yoki 150 ming kilometrgacha bo'lgan masofagacha garantiyasi bor. Ushbu avtofurgonni pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqib, xarid qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari bizda sayt va ilova ham bor. U orqali ham chiqib ko'rib bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Agar obzorimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariy yozib qo'ying, like bosib qo'ying va podpisatsiya qilishni ham unutmang. Xayr, salomat bo'ling.